Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam olasizlarmi? Hozir men sizlarga qo'llarni beraman, barmoqlarni beraman. Hozir rasmlarni jo'natib yuboraman. Qo'l, oyoq barmoqlarga o'tamiz. Endi figurani sochib bo'lib tashlaymiz. Bularni hammasini chizib chiqasizlar. Keyin yana boshqatdan figurani yig'amiz va har xil harakatdagi figuralarga o'tamizda. Tez-tez vazifalarni jo'natsanglar, men ham tez-tez sizlarga zadaniyalarni berib tashlayman. Qaranglar, qanaqa ishlaymiz. Sharik qilamiz. Mana buni ham chizasizlar. Buni chizish juda ham oson. Shakllarni o'tganmiz, shuning uchun buni chizib ko'rsatmayman, buni ko'rsataman, buni ko'rsataman. Dal shu o'zingizlar davom qildirasizlar. Mana o'rtasini topamiz, bitta chiziq tushdi. Keyin bungacha. Mana buni uzunligi bunga teng. Uni chizdim, chizig'ini ham chizdim, sal qiyshiqroq qolib, chunki уже sizlar fundament olishni bilasizlar. Mana bunaqa aylanasini chizdim. To'g'ri chiziq tashladim. Bo'ldim. Sharik qildim. Mana buni ham yana dalsh topdim. Va bu yog'iga dumaloq. Mana bu uzunligimiz. Bu uzunligimizga teng. Mana bu tochka bu tochkaga ham teng. Mana bu uzunlikka teng. Ko'rdinglar? Mana xuddi shunaqa qilib hammasini ishlab chiqasizlar va menga jo'natasizlar. Bu birinchisi edi. Bunikini ham olish shunaqa, mana Mamutdan bu yo'lgacha olamiz. Uniki mana pastga ketdi, sal qiyshiq bo'ldi uzunligi. Bu bilan bu teng. Mana. Buni o'lchayman, pastga yana tushiraman. Mana Mamutgacha ekan. Tak, buni aylanasini chizdik va ko'chirishni boshlaymiz. Bu boldir qismimiz hisoblanadi. Bu har doim hammamizda o'zi katta, keyin bundan keyin kichkina bo'ladi. Shuning uchun bu yoq semizroq, bu yoq ozgina olinadi. Tak, ketdi. Endi Mamutdan, tochkadan tak, qaysi Mamut chizadigan edi? Mana oldim. Mana. Barmog'imni to'g'ri tushiraman. Mana bu qismimizga teng. Mana shunaqa qilib. Bo'ldi, o'chirding?